Assalomu alaykum jigarlar. Bugungi videomiz Damas klapani tortish. Qani ket. Birinchi очередda sedinkasini yechib olamiz. Orqa tarafida o'mbulchali bo'ladi ikkita. Ishlarni yechib olamiz. Jigarlar ikkinchi sedinkani yechib oldik. Jigarlar keyin bar tagida ikkita 17 volt bor, shuni yechib olsak, polikka olamiz. Shu tarzda yechib olamiz. Mana bu rushnikni jigarlar mana bu remenni tiqishni qistirib qo'ysalaringiz, bemalol yechib olasizlar, meshat bermay. Keyin karnizni yechib olamiz. Regulatorga bilan ikkinchi tomonini ham xuddi shunday qilib yechib olamiz. Jigarlar, eng qiziqarli tomoni bor-ku, bu mashinamiz yili 2023, hali biron marta issiq teginmagan, biron marta motor tortilmagan. Birinchi qo'l jigarlar, birinchi qo'l. Kulish kelmagan dalch. 2023-yildan boshlanib bu Damas mashinasi hali klapani tortilmagan. Birinchisini o'zim ochyapman. Yo, bismillah. Orqa tomoni 12 kilish bo'ladi. 12 kilish bilan yechib olamiz. Pastlarida ham bo'ladi. Ishtarizda yechib olamiz. Bu mitka. Xo'sh, jigarlar, kalibkani mana yerda probkachasi bo'ladi. Probkachani qo'l bilan bir dona barmoq bilan olinadi, sherga mitka keladi. Aylantirib ularni ham ko'rsataman. Passajir tomonga o'tib olamiz. Bitta 17 kilish bilan eng pastdagi valni shkipiga kirgizib aylantiramiz. Va bu yoqdan qaraymiz. Tega kelishga.